Bu yoq xotira maydoni. Kim paradga kelgan xotira maydonida 9-may kuni urushda qatnashgan odamlarga men 2 sinfligimda gul berganman. Bu joyda Akbar House degan Akbar akam o'zlari xonadonlarini quryapti. Qaranglar, kvadrati 7,5 million so'mdan bu korobka holatdagi uy. Siz patkulich olmoqchi bo'lsangiz 8,5 million so'mdan patkulich xonadonlari bor. Pulni topshirasiz, xonadonlar deyarli tayyor bo'ladi. 1,5-2 oyda siz kirib yashasangiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, lokatsiyani qaranglar. Bu lokatsiyada men yashashni orzu qilganman. Badan ko'rsatgan uyimizni maket holati. Hozir xonadonlar 85% bitdi. Inshaalloh 2 oy davomida siz sotib olmoqchi bo'lsangiz, kaliti bilan sizga topshiriladi. Soy bo'yini qaranglar. Bu joyda eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying, xonadon olmoqchi bo'lsa. Akbar House xonadonlari o'zini 130 ta xonadonidan olgan insonlar ichida bittasiga Spark mashinasini o'zi topshirmoqchi. Bu narsa Sparkni men o'zim tuning qilaman va albatta sizlarning qo'lingizga topshirishgacha o'zim shu yerda ishtirok etaman. Uy masalasida reklama qilayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Hozir aldayotgan firmalar juda ham ko'p. Shuni hisobiga qo'rqmasdan siz azizlarga Akbar House, Akbar akam qurayotgan uylarni ilini olaman. Videoga like bosib, mana shu xonadon so'rayotgan, uy olmoqchi bo'lgan do'stingizga обязательно jo'natib qo'ying.